Bundan keyin suji setilib kelsangiz, menga o'xshash achchiq-chuchuk sovuq sayqib yeb beqing, ta'm tilingiz lam qoldi. Achchiq xumoringizdan chiqsiz, 15 minut lam tayyor bo'ldi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval sujini o'zingizlarning yoqtirishi bo'yicha to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin muvofiq miqdorda so'ng piyoz, sho'mila, samsaxni ushoq to'g'rab tayyorlab olamiz. Ondan keyin qozonning tagini maylab, sujini silib pishirib elib olamiz. Ko'rib meshakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Har kuni shunga o'xshash qulay yemishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'rgatyapman. Qo'llash ustidan inkas rayini g'aqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Endi bularni cho'ngroq bir qachchiq elib, cho'ng ustamning dori darmaklik yog'mish tayyorlamasdan 2 qo'sh qatrapni silib etamiz. Ondan keyin qizg'an maydan usti qo'yib, qizilloz, ko'klozlarni silib etamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning maysiz sapsaqliq qizilmish qiyamidan 2 qo'sh qatrapni silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor ko'rib turganinglardek ismidillam chiqib turdi. Maysiz do'stlar, o'riqlayotganlarning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Ondan keyin azroq tuz, achchiq suv qo'yib tekshirlashtirib iste'mol qilsak bo'ldi. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazik 7733 ekran üstü numar shu. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.